kechqurun kechqurun bozor nima qiladi? Hozir odamlar qandaydir jur'atsiz, hafsalasiz va dangasa bo'lib ketgan. Yaqinda bir zo'r narsa o'qidim. Hozir sizga o'sha haqida aytib bermoqchiman. Bibixonim xalq qanday yashayotganini bilish uchun, xalqning ahvolini bilish uchun oddiy kiyimda ba'zida bozorga borar ekan. Bozorga borib, odamlarni eshitarkan. Bir kuni bozor yonida 3 mullabachchani, ya'ni madrasada o'qiydigan mulla yigitlarning suhbatini eshitib qolibdi. Birinchisi aytdi: "Qaniydi men shoh saroyidagi o'sha to'kin dasturxonni oldida bo'lib qolsam, har kuni shunaqa noz-ne'matlardan yesam, hayotda mazza qilib yashasam" deb. Ikkinchisi aytibdi: "Qaniydi meni ham Bibixonimday go'zal ayolim bo'lsa, qaniydi shunday ayolning eri bo'lib yashasam" deb. Uchinchisi aytibdi: "Qaniydi men Amir Temurday odam bo'lsam" deb. Bibixonim eshitibdi, ammo javob bermay sekin saroyga qaytibdi. Ertasi kuni esa o'sha 3 ta mulla yigitni saroyga chaqiribdi. Ular judayam qo'rqib, kimdir bizning suhbatimizni eshitib qolibdi va shoh saroyiga yetkazibdi deb qo'rqqanlaridan qaltirab saroyga kirib borishibdi. Saroyga kirib borganda Bibixonim birinchi yigitga aytibdi: "Seni orzuing go'zal noz-ne'matlarga to'la dasturxon ekan deb. Unda men seni oshpazning qizi bilan nikohlab qo'yaman" debdi. Shunda saroyning bosh oshpazi va uni qizini chorlabdi. Oldindan kelishilganligi uchun ana shu qiz bilan bu yigitni nikohlab qo'yibdi va endi sen hamisha mana shu to'kin dasturxonning boshida bo'lasan deb. Ikkinchi yigitga aytibdi: "Sen go'zal yor istabsan. Men senga kanizlarim orasida eng go'zal hurliqoni senga nikohlab beraman" deb. Va kanizlari orasidagi ko'rganda oy uyaladigan go'zal bir kanizakni unga nikohlab beribdi. Va o'sha onda bog'laridan bitta go'zal bog'ini unga tuhfa etibdi. "Sizlar endi o'sha go'zal bog'da go'zal turmush quringlar" deb. Uchinchi yigitga qarabdi. "Seni tilaging ham oson, ham juda qiyin" deb. Va unga Amir Temurniki kabi qilich va qalqon tuhfa etdi. "Ammo" debdi Bibixonim, "men senga Amir Temurdek sarkarda bo'lish uchun qilich va qalqon tuhfa etaman. Ammo u kabi sarkarda bo'lish uchun eng avvalo yuragingda o'ting bo'lishi kerak. Buni esa men senga bera olmayman. Buni faqatgina o'zing yondira olasan" degan ekan. Qissadan hissa shuki, katta maqsadlaringizga erishish uchun sizga faqatgina jur'at va shijoat kerak. Dangasalikni yig'ishtiring. O'zingizda ana shu jur'atni toping.